O'zbekiston aholisini ro'yxatlash 2026-yil barcha uchun muhim, oson va xavfsiz, tez va qulay. Qachon boshlanadi? 15-yanvardan 28-fevralgacha, onlayn 15-dan 31-yanvargacha, o'tmaganlarni yo'qlash 4-28-fevralgacha. Rasmiy sayt census.stat.uz One ID orqali kiriladi, uy va chet eldan ro'yxatdan o'tish mumkin. Muhim, kim qatnashishi shart? O'zbekistonning barcha fuqarolari doimiy vaqtincha yashash joyi bo'yicha talaba va ishchilarga taalluqli. Kimga taalluqli emas? Mamlakatda 1 yildan ortiq bo'lmaganlar, diplomatlar va ularga tenglashtirilgan shaxslar. Ma'lumotlar xavfsizligi. Ma'lumotlar maxfiy, soliq, bank va boshqa idoralarga berilmaydi, faqat umumlashma tarzda foydalaniladi. Bilish muhim. Hech qanday jarima, hech qanday tekshiruv, faqat statistika uchun kerak bo'ladi xolos. Nima qilish mumkin emas? Begonalarga ma'lumot uzatmang, shubhali havolalardan o'tmang, faqat rasmiy sayt va guvohnomasi bor ro'yxatlovchi orqali o'ting. Va eng muhimi, saqlab qo'ying. Agar sizga gaz, suv, elektr hisoblagichlar kerak bo'lsa, unda счетчик marhamat xizmat